Janubiy Koreyaning eng badavlat aktrisalari, ularning orasida Tangem va Yujin ham bor. Assalomu alaykum. Media Magnat kanali orqali bugun ana shunday qiziqarli ma'lumotlar bilan o'rtoqlashamiz. Biz boshladik. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Janubiy Koreya kino va drama sanoati bugungi kunda global miqyosda katta muvaffaqiyat qozonib, Hallyu Koreys to'lqini orqali butun dunyo tomoshabinlarini o'ziga rom etmoqda. Osiyolik aktrisalar nafaqat mahoratli ijrolari, balki o'z biznesi, reklama shartnomalari va boshqa faoliyatlar orqali katta boylik orttirganlari bilan ham diqqatga sazovor. Ushbu reytingda 2024-yil yakunlariga ko'ra Janubiy Koreyaning eng boy aktrisalari kimlar ekanligini ko'rib chiqamiz. Raqamda Han Ji Min $25 million. Janubiy Koreyaning taniqli aktrisasi Han Ji Min faoliyatini Hammasi joyida va Daejeon Gim filmlaridagi kichik rollardan boshlagan. 2005-yilda u mamlakatdagi eng mashhur seriallardan biriga aylangan Tirilish dramasida ilk bor bosh rolni ijro etgan. Han Ji Min o'z ishi uchun olgan gonorarlarning katta qismini Shimoliy Koreya va Osiyoning rivojlanayotgan mamlakatlardagi bolalar ta'limini moliyalashtirishga xayriya qiladi. 2012-yilda u Birlashgan Millatlar Tashkilotining atrof muhiti xavfsizligi dasturining ezgu niyat elchisi faxriy unvoni bilan ham taqdirlangan. 2018-yilda Han Ji Min o'ta boy osiyoliklar filmida rol o'ynadi va loyiha haqiqiy hitga aylandi. Raqamda Kim Yu Jon $25 million. Yu Jon 2017-yilda Forbes jurnalining Koreyaning eng nufuzli mashhurlar ro'yxatida 8-o'rinni egallab, ushbu ro'yxatdagi eng yoshi 17 yosh bo'ldi. 2016-yil avgust oyida Kim Yu Jon Oy nurdagi muhabbat tarixiy dramasida o'zining birinchi bosh rolini oldi. Loyiha o'z mamlakatida hit bo'lib, eng yuqori auditoriya reytingi 23.3% ga yetdi va uning mashhurligi Oy nuri sindromi deb nomlandi. Shuningdek, aktrisa millat singlisi unvoniga ham ega bo'lgan. Tarixiy rollari uchun Janubiy Koreyadagi tarixiy dramalar ramziga aylangan. Koreyadagi ko'plab qizlar aktrisani taqlid qilish uchun namuna sifatida qabul qilishadi. Raqamda Kim Tae-hee $29 million. Kim Tae-hee mashhur koreys dramalarida o'zining kuchli rollari bilan e'tirof etilgan taniqli aktrisa. 2000-yillarning boshida u Seulda yashab, reklama agentining e'tiborini tortgan va unga model sifatida ishlashni taklifini olgan. Filmda debyut qilishdan avval aktrisa televideniya reklamalari va bosma reklamalarda ham paydo bo'lgan. Uning birinchi roli 2001-yilda namoyish etilgan So'nggi sovg'a melodramasida bo'lgan. 2015-2020-yillarda tanaffus olgan va qo'shiqchi Bi Rain bilan turmush qurib va 2 farzand ko'rgan. So'ng oilaviy hayotga e'tibor qaratgan aktrisa 2020-yilda Salom onajon dramasi bilan qaytgan. Hozirda Kim Tae-hee eng ko'p maosh oluvchi koreys aktrisalardan biri bo'lib qolmoqda. Raqam Chhve Ji-woo $30,5 million. Qish san'atidagi Yujin obrazi orqali mashhurlikka erishgan aktrisa Chhve Ji-woo mamlakatdagi eng go'zal ayollardan biri sifatida tan olingan. Uning iste'dodi va mahorati go'zal kunlar, qish san'ati kabi turli melodramalardagi rollari tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan. 2024-yilda Chhve Ji-woo Koreyadagi eng ko'p maosh oluvchi aktrisalardan biri bo'lib qolmoqda. Raqam Chon Ji-hyon $31 million. Janubiy Koreyaning mashhur aktrisa va modeli Chon Ji-hyon mana bir qancha yillardan buyon Koreyadagi eng ko'p maosh oluvchi aktrisalar reytingida yuqori pog'onalarni egallab kelmoqda. U Mening qaysar sevgilim romantik komediyasidagi roli orqali mashhurlikka qadam qo'ygan. Faoliyati davomida u tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan bir qancha tarixiy dramalarda ham rol o'ynagan. 2017-yilda Forbes Chon Ji-hyon Koreyadagi eng nufuzli mashhurlar ro'yxatiga ham kiritilgan. Raqam P. Siu-zi $35 million. P.
Suzy Miss A qizlar guruhining a'zosi edi. 18 yoshda u arxitekturaga kirish filmida o'zining badiiy filmida debyut qildi. Guruhni tark etgach, Suzy qo'shiqchi sifatida yakkaxon karyerasini davom ettirdi va keyinchalik aktrisalikka e'tibor qaratdi. 2014-yil may oyida Suzy Gul ohangi filmida rol o'ynadi va aktrisalik qobiliyatini ham namoyon etdi. So'ng Yulduzlardan kelgan odam, Toki uyquda ekansiz, Telba oshiqlar kabi dramalardagi rollar bilan tomoshabinlar yodida ham qolgan. Gu oilasi haqida kitob tarixiy seriali uning karyerasidagi haqiqiy yutuq bo'ldi. Mazkur rol unga 40-reytingda 3-o'ringa chiqishiga sabab bo'ldi. Sujining muxlislari uning ona shahrida aktrisa nomidagi kichik muzeyini ham tashkil qilishgan. 4-raqam Ko Hyun-jon $38 million. Ko Hyun-jon 1989-yilda Koreya go'zali tanlovida kumush medalni qo'lga kiritgandan so'ng kinoda karyerasini boshladi. Bugungi kunga qadar u 17 ta loyihada, jumladan Qum soati, Prezident xonim va Qirolicha Sandok kabi dramalarda ishtirok etgan. Hyun-jon 53 yosh bo'lishiga qaramay jismonan baquvvat va yosh ko'rinadi. 1995-yilda turmush qurgach, Go aktyorlik faoliyatini yakunladi. Lekin ajrashgandan keyin 2003-yilda kinoga qaytdi. Hozirda Ko Hyun-jon eng ko'p maosh oluvchi aktrisalardan hisoblanadi. Shuningdek, o'zining kiyim-kechak, poyabzal va sumkalar sotiladigan brendini ham, kosmetika liniyasini ham boshqaradi. 3-raqam Son Hye-gyo $42 million. Janubiy koreyalik 38 yoshli aktrisa Son Hye-gyo mamlakatdagi eng ko'p maosh oluvchilardan sanaladi. Televizion dramalardagi bosh rollar orqali Osiyoda mashhurlikka erishdi. 2017-yilda u Forbes'ning Korea Power Celebration ro'yxatida 7-chi, 2018-yilda esa 6-o'rinni egallagan. U Kuz ertagi, Taqdir o'yini, Oila, Bu qishda shamol esadi, Quyosh avlodlari serialdagi bosh rollari bilan ham tanilgan. 2022-yilda u mashhurlik teleserialda rol o'ynagach, Koreyaning yetakchi aktrisalaridan biri sifatidagi maqomini mustahkamlagan. Hozirda u 24-yilning eng badavlat koreys aktrisalari orasida 2-o'rinni egallab turibdi. 2-o'rin IU $50 million. IU taxallusi bilan tanilgan Lee Ji-in 31 yoshli xonanda va aktrisa bo'lib, musiqiy karyerasini 15 yoshda Lost and Found debyut albumi bilan boshlagan. U Janubiy Koreyaning eng nufuzli musiqiy mukofotlariga ham sazovor bo'lgan. IU aktrisalik faoliyatini 2011-yilda boshlagan. U Orzu, O'rtak ishlar, Qirmizi yurak, Prodyuserlar kabi film va seriallarda ham rol ijro etgan. So'nggi yillarda u bosh rolni o'ynagan Alvon Karyo, Mening jarogim teleserial tufayli uning mashhurligi sezilarli darajada oshdi. 2019-yilda Forbes ma'lumotlariga ko'ra, Janubiy Koreyaning eng nufuzli mashhurlar ro'yxatida 4-o'rinni egalladi. IU o'zi va boshqa san'atkorlar uchun 50 dan ortiq qo'shiq ham yozgan. O'zi musiqa maktabini ochishni orzu qiladi. Va nihoyat barchamiz uchun hayajonli damlar. 1-raqamda Lee Yong-e $55 million. Siz uni tanidingiz. U taniqli aktrisa va model. Uni vatandoshlari millat yuzi deb atashadi. O'z karyerasini 90-yillarda reklama rollari bilan boshlagan. Lee keyinchalik ko'plab muvaffaqiyatli loyihalarda, Sevgi va nikoh, Ota va boshqa dramalarda ishtirok etdi. Aktrisa 2000-yilda Birlashgan xavfsizlik hududi harbiy dramasi va Saroy javohiri tarixiy dramasida ishtirok etgandan so'ng shuhrat qozondi. 2024-yilda Lee Yong-e eng badavlat koreys aktrisa sifatida ham tan olindi. 2004-yilda UNICEF ezguniyat elchisi bo'ldi va o'shandan buyon aktrisa xayriya ishlarida faol ishtirok etib, turli tadbirlarni uyushtirib kelmoqda. Biza hozircha shu. Siz Media Magnat kanali orqali navbatdagi ma'lumotlarni tinglash imkoniyatiga ega bo'ldingiz. E'tibor uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.